haj mavsumi ham tugab qoldi. Umra ziyorati narxlari qachon boshlanar ekan, biz qachon tezroq umra ziyoratiga borsak bo'lar ekan deb narx-navolar, undan tashqari shart-sharoit hamda reyslarni intiqib kutib turganlarga xudo xolasa do'stlar, Centrum Holidays o'z reyslarini do'stlar qo'yishni boshladi. Video davomida Ulug'bek akam bilan to'liq ma'lumot berib o'tib ketamiz. Hozir biz do'stlar Glamli ofisdamiz. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar temir yo'l vokzalining yonidagi Centrum Holidaysga yetib keldik. Ya'ni xushxabarni hammaga yetkazgani sababi do'stlar, mana shu oydan umra ziyorati reyslari qo'yilibdi, narx-navolari, shart-sharoitlari aniq bo'libdi. Assalomu alaykum Ulug'bek aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshi. Charchamasdan. Inshaalloh aka reyslar qo'yildi. Ya'ni umra ziyorati aka boshlandi. Ha, xudo xolasa. Chunki hajga endi hammani niyati hajga borish, lekin o'chirdi kelgan odam boradi, lekin umra ziyoratiga boraman deb kuturganlar ko'p. Ulug'bek aka, qaysi mana shu oydan xudo xolasa borsa bo'laveradi aka. Reyslar qo'yildi. Mana shu oydan reyslarimiz qo'yildi. Hozircha premyer reyslarimiz, Toshkentda reyslarimiz joylab qo'yilgan. Xudo xolasa Vodiydan, Vohadan yangilik bo'ladi. Oyda oxirlariga unga ham xabar qilamiz xudo xolasa. Gap yo'q zo'r. Ulug'bek aka, qarang mana, xudo xolasa o'tgan yil aka siz bilan rosa videolar chiqarganmiz aka. Undan tashqari juda ko'p odamda shu borishiga, ziyorat qilishiga sababchi bo'lgan odamlardan bittasisiz. Aka, bu yil ham shart-sharoit o'tgan yilgidaqa yaxshi bo'ladimi yoki qanaqadir yangiliklar ham bormi? Xudo xolasa hammani ishlagan sari tajribasi oshadi deganda, bu yil o'tgan yilga nisbatan yana ham yaxshiroq, yana ham tajribaliroq bo'lib qaytdi. Xudo xolasa yangidan yangi sharoitlar, oziq-ovqatlarimiz, malakali liboslarimiz, xizmatlarimiz, tariflarimiz yana ham yaxshiladi xudo xolasa. Xudo xolasa yaxshilandi aka. Zo'r. Endi aka qarang, misol aka boraman deydigan bo'lsa, baribir gostinitsani juda ko'p odam so'rayapti. Hozir ham so'raydi, telefon qilib kerak bo'lsa, chunki ota-onamning yoshi katta, yaqinroq joydan joy qilib berasizmi deydiganlarga aka, Madina Munavvarada qanaqa gostinitsalar bu yilga brond bo'ldi, Makka Mukarramada qanaqalar brond bo'ldi? Xo'p, hozirda Madina Munavvarada Andoris mehmonxonamiz, Baxtiyorxon ro'parasida birinchi qatorda joylashgan mehmonxonamizni bu yilga bron qo'yganmiz. Xudo xolasa Makka Mukarramada Ro'zigarda mehmonxonasi 1,5 kilometr joylashgan mehmonxonamiz bo'ladi. Avtobusda 5 daqiqadan 10 daqiqa oralig'ida svetoforda hisobini olsak, piyoda kiraman desa 10 daqiqa 15 daqiqa orasida piyoda ham bo'lmalar kirib chiqishlari mumkin bo'ladi. Zo'r. Yeb-ichishlar ham aka xudo xolasa yana o'zimiz o'zbek powerlar qilib beryaptimi? Ha, yeb-ichishlarimiz o'zbek powerlarimiz, Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Gap yo'q, zo'r. Ziyorat, sayohat aka, undan tashqari bonuslar bo'lganda o'tgan yil bu yil ham boramiz xudo xolasa. Ha, xudo xolasa o'sha bonuslarimiz ham, ziyorat sayohatlarimiz ham o'z joyida turibdi. 11 dan oshiq ziyoratlarimiz Madina Munavvara Makka Mukarram bo'ylab, undan tashqari Qizil dengiz sayohati, Sulaymon Olcha masjidlarida kecha ovqat pikniklari bu bonus sifatida qo'shib berilgan bo'ladi. O'sha malakali 50 boshimiz 14 kun davomida xizmatda bo'ladi. Billa borib, billa kelishadi xudo xolasa. Billa borib, billa kelishadi. Zo'r, gap yo'q. Xo'p aka, narx-navolar mana endi hozir reyslar endi ochildi, xudo xolasa. O'zi qaysi viloyatdan hozir uchiladi aka? Xo'p, hozir Toshkentdan premyer reyslarimiz birinchi. Toshkentdan premyer reys bo'ladi. Besperesatga bo'ladi. Yo'q, Besperesatga Toshkent, Jidda, Toshkent bo'ladi. Zo'r, gap yo'q. Narx-navosi ham aniq bo'lganmi aka? Narx-navosi $1100 chiqarganmiz hozir. $1100 dan xudo xolasa premyer reysda ketishadi. Reyslarimiz aytib o'tganimizdek, hozir gostinitsalarimiz, aytib o'tgan gostinitsalarimiz, oziq-ovqatlarimiz ham, malakali boshqa xizmatlari ham hammasi ichiga kiradi. Zo'r. Kelgan aka, baribir juda ko'pchilik so'raydi, baribir misol telefon qilib ham so'raydi o'zingizdan payg'ambarimiz ravzalariga kiralamizmi yoki tashkillashtirish qanaqa bo'lgan? Chunki o'tgan yillari, undan oldingi yillarda kirmagan odamlar ham bor, buni to'g'risini aytish kerak. Sababi do'stlar, shirkat agar bekitib bermaydigan bo'lsa, muammo bas aka. Yo'q, xudo xolasa bu yil yana ham rejalashtirib biz tarafdan ketadigan olinadi. Xudo xolasa 100%, o'tgan yil biz 99%, 1% endi naqdlanadigan bo'lsak, xudo xolasa 100% harakat qilib berganmiz. Nimaga desangiz, shirkat tomonidan bermagan taqdirda ham o'zimizni pulimizni iloji boricha sotib olib kirgizamiz. Nimaga? Chunki biz sabab bo'lib ketishyapti. Biz sabab bo'lib kirishgandan keyin batilab borganga yarasha Madina Munavvara payg'ambarimiz ravzalariga kirib, 2 rakat namoz o'qib chiqish hamma niyati bo'ladi, orzusi bo'ladi. O'shani tashkillashtirib beramiz xudo xolasa. Zo'r, gap yo'q. Endi o'tgan yil ham do'stlar aytib o'tganmiz, xudo xolasa mana bu yil ketyapsizmi? Birinchi bori baribir 3 kun Madina Munavvarada ziyorat qiladigan bo'lsangiz, do'stlar, siz borgan kuningizdan o'zi tasrihda harakati boshlanadi, to'g'rimi aka? Ketishmaslardan oldin soatlarni, sanalarni chiqarishga harakat qilib qo'yinglar. Chunki o'shaning uchun iloji boricha oldindan joylarni bron qilinglar. 1 kun, 2 kun qolganda qiladigan bo'lsalaring, ertaga ravzaga kirish ochiqda bo'ladi. O'sha hisobiga borishlaring, kiraverib qolishi mumkin. Ketishlaringga qadalib qolishi mumkin. O'sha hisobiga
hozirdan o'chiritlaydi. Misol 20-chiga ketmoqchi bo'lyapsizmi? 20-chiga mo'ljallab hozirdan telefon qilib joyingizni bron qilib qo'ying. To'lovlar o'zingiz usulda xohlagan usulingizda bank orqali to'laysiz. Shartnoma asosida masalan ofisga kelib, dogovor shartnoma bo'yicha kassaga to'lab, cheklarni olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Bemalol joylarni bron qilib qo'yib, o'sha bir hafta 10 kun oldida yursangiz, o'sha sizni 10 kun oldin bo'lsa, sizni 20-kuni uchasiz, 21-kuni ravzaga kirasiz, joyingizni bron qilib qo'ygan bo'laman. Bemalol borib, joylashib mehmonxonaga, ravzaga kirib chiqib, namozlarni o'qib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Zo'r gap yo'q. Hozir aka to'lovlar xohlagan usulda bo'laveradi. Xolasa naqd, xolasa bank orqali, short orqali, bo'lmasam kelib kassaga ham to'lab ketaveradi, muammosi yo'q. Aytayotganingizdek, bank orqali, kassa orqali xolasa naqd ko'rinishda, bankka ham xolasa kartadan shortdan o'tkazishlari mumkin. Unisini kassaga kelib turib, kartadan o'tkazib beraman desa, uni qizig'i yo'q, farqi yo'q. O'zlariga qaysi biri qulay bo'lsa, bemalol biz yo'naltirib beramiz, shartnomalar tuzib beramiz, o'zlariga mos qilib to'lashlari mumkin. Hozir shunda to'lov qilinsa, shartnoma tuziladimi aka? Shartnoma tuzib beradi. Kelishsa, har bitta ismga dogovor shartnoma, yo'nsa pul to'lov qilishsa, chek chiqarib beramiz. Masalan, $1000 pul to'ladi, $100 keyin to'lamaydigan bo'lsa, karta qilib beradigan bo'lsa, $100 chek yozib beramiz, chek chiqarib beramiz, pechatlar, Centrum Holdings pechatlarini bosib beramiz. Zo'r gap yo'q. Akalar, xudo xolasa eshitib turganlaringdek, hamma shart-sharoitlar, undan tashqari to'lov usullariga ham xuddi mana shunaqa dogovorniy shartnomalar bilan bo'ladi. Chunki o'zi bilsalaring, 14 ta firma xolos O'zbekistonda, shulardan bittasi Centrum Holdings. Biz hozir vodiyda joylashgan Glaminiy ofisdamiz. Aytib o'tdim, Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar temir yo'l vokzalining yonida kelib ko'rib gaplashaman desangiz, xudo xolasa akamiz o'zi shu yerda bo'ladilar. Undan tashqari do'stlar, sertifikat, undan umuman litsenziyadan muammo yo'q. Bemalol buni ijtimoiy tarmoqlar orqali tekshirib olsangiz ham bo'laveradi. Xo'p, akalar, xudo xolasa yaxshi niyat qilib jo'nataman deydiganlar, do'stlar, video pastiga nomer joylaganmiz. Aloqaga chiqadigan bo'lsalaring, yana qanaqadir qiziqtirgan savollar bo'lishi mumkin. Bemalol telefon orqali so'rasalaringdan bo'laveradi. Joylarda do'stlar, mana shu video pastdagi nomerda Telegram, WhatsApplar bor, aloqaga chiqib bront qilib beradigan bo'lsalaring, inshaalloh o'sha kunga do'stlar bemalol uchib ketsalaring bo'laveradi. Aka bizni chet eldan kuzatib turganlar ham bemalol mana shu ijtimoiy tarmoqdan nima qiladigan bo'lsa, misol ota-onasiga surpriz qilmoqchi bo'lishi mumkin, yoki padarka qilishmoqchi bo'lishi mumkin. Buni ham aka o'zlaring chiroyli qilib tashkillab berasizlar, ha? Ha, tashkillab berib, uylariga borib, padarkalarni berib, tabriklab kelishimiz mumkin, bemalol aloqaga chiqsa bo'ladi. Shu ekranlarda ko'rib turgan nomerlarda Telegram, WhatsApp, ijtimoiy tarmoqlar hammasi ochiq bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqishib, gaplashib, misol uydalarni tabriklamoqchi bo'lsa, tabriklashdan kelaveramiz. Zo'r gap. Inshaalloh do'stlar, hammaga nasib qilsin. Video pastida do'stlar bitta like bosib, do'stlarga jo'natib, kommentariyada o'z izohingizni qoldirib keting. Siz kimlar bilan bu yil ketmoqchisiz? Buni ham yozib ketishingiz sizdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa mana shu kanalda do'stlar kuzatib turadigan bo'lsalaring, Umra ziyorati narxlari, yangiliklari, shart-sharoitlari kunda-kunora sizlarga do'stlar yangi ma'lumotlar berib o'tiladi. Bemalol boxabar bo'lib turishlaring mumkin bo'ladi. Biz ham sizlarga do'stlar ma'lumot berganimizdan xursandmiz. Omon bo'linglar, hammaga nasib qilsin deb qolamiz. Hamma charchamasin do'stlar, pastda nomer, aloqaga chiqinglar, kelib gaplashaman desalaring, akamiz chetdalar, Glaminiy ofisdan Glaminiy narx-navolarni surishtirib ketaverasizlar. Sog' bo'linglar.